10. babning davomi. Yana yarim kupa o'g'it kam, dedi Zeynabxonga so'q nazar tashlab. Mo'minxon Palko'z Zeynabxon to'plagan o'g'itning hisobini qog'ozga chichlab chiqayotganda, menmi ko'nglimda hisoblab chiqib bo'lgan edim. Shunga gumon surgan holda so'radim. Xato hisoblab qolmagansan, ha? Mo'minxon aka. Mo'minxon Palko'zning pul deb chiqqan ko'zlari texmi bekchakchaydi. Xato hisoblading damsan tehi? Bunchalik hisobni chiqarg'uchiligim bormi? Eg'ir besiqlik bilan javob berishga tirishdim. Seni xato hisobladimdim. Izib ketib qoldimikin deyman-a? Baya sen o'lchiganda menmi ko'nglimda hisob chiqarib boqqan edim. Bir kupadan ortiqroq chiqqan edi. Mo'minxon Palko'z qo'lidagi daftarni burnimning tubiga akilib noqdi. Ko'rgansan mana, menmi bir kupadan kam chiqdi demagandima? Amsa hozir yarim kupa kam deding-ku. Ayollarning o't to'plash vazifasi bir kupa tursa. To'g'ri, ayollarning bir kunlik vazifasi bir kupa. Dedi Mo'minxon Palko'z atiqarchilik bilan. Lekin bu o'lcham inqilobiy ammo qartilgan. Sinfiy unsurlarning vazifasi ularnikidan yarim hassa ortiq. Shunlashqa Zeynabxon Pomshikning qizi bo'lganligi uchun bir yarim kupa o't to'plab o'tkizsa, ondan vazifasi to'shidi. Mo'minxon Palko'zga gumon surgan holda tikildim. Qarab turib yolg'on so'zlayotganini bilib tursam-mu, eg'ir besiqlik bilan so'radim. Tunugin Keramxon Shodiyjang o't to'plash vazifasini e'lon qilganda, undaq degandek qilmagan-tiya. Keramxon Shodiyjang demagan bo'lsa, mana men hozir dedim. Qandaq gaping bormi? Mo'minxon Palko'z menga Gölüyüp qarayotgandan keyin nazarini tirnig'ini tatlab turgan Zeynabxonga og'dirib, og'zini qalchaytib yechaydi. Navoda Zeynabxonga jangalga berib o'g'it yig'ib kelish eg'ir kelsa, hayvonlarning bulamdi yoki odamning bulamdi, ish qilib bir shishi suydik olib o'tkizsimi bo'ldi. Bir shishi suydikni yarim kuba o'g'it hisoblayman. Qandaq Zeynabxon? Hozirla siyib beramsiz ya. Zeynabxonning aptopda kuyib ketgan bo'lsa-mu, tegidan suziklik chiqib turgan navodrang chiroyi yalladi qizardi. Cho'ng-cho'ng butliq ko'zlarga millidi yosh keldi. G'unchidek lablarni tishladi. Beshi texmi bak tushib ketdi. Hayvondimmi o'tanimikansan, Mo'minxon aka? Dedim g'azabdan dir-dir titirganimcha. Odamdek gap qila mundoq. Ay seriq to'k. Sana nimdas ketdi? Odamdek gap qilmay, nimdek gap qiptiman? Mo'minxon Palko'z shundoq deginicha oldimga duvaylab keldi. Uning ko'ziga nashtardek tikildim. Eshak emgandek gap qilding. Astag'firullah. Mo'minxon Palko'z o'ziga hay bergan qiyofatda ko'za inikin silkidi. To'la chepilg'aqlik qilmay, qo'ng'ini g'it qisib tur. Maqulma? Bo'lmasa og'zi burningni shat deganda qilvatma yana. To'plagan o'g'itini o'lchitib bo'lganlarmi, o'lchitishni kutib turganlarmi, mijida atrofimizga olashdi. Mo'minxon Palko'zning Zeynabxonga qilgan ahonati allaqachon g'azabimni toshirib bo'lgan edi. Endi o'zimni faqat besib ololmadim. Nochi bo'lsang, shunday qilib baqaqini. Paylim buzilgan. Tishlarim g'uchildab, mushtumlarim tugilib ketgan edi. Suydik lozim bo'lsa, menga-da siyib beray. Ichamsan, o'g'atqa chinni qilamsan, nima qilsang ixtiyoring. Ammo qiz balga ahonat qilma. Mo'minxon Palko'z gapimga chidamadi. Garchi uning ishlab chiqarish attida huquq martabasi bo'lsa-mu, a'zolarning kundalik ish normasini xotirlagicha bo'lg'ashqa, hali obro'yi bor edi. Uning ustiga bir qism a'zolar "Voy Mo'minxon ukam" deb arkiltib, xo'rgini o'stirib qo'ygan edi. Shunga yig'in o'rganishlarda atraf boshlig'i Keramxon Balakning saqilini tarab, gapiga pasan qistirib, uni buni tap qo'yatdi. Shu tapda o'zidan 4-5 yosh kichik bir so'ymining yuz xatir qilmay zakolishishi, qilgan otkarchiligini o'ziga oshirib qaytirib berishi titan tomiriq tekka edi. Qilgan gapim yarab ketdi-mu,
aytavur atrofimizga cho'g'langanlar xirildab kulishmoqda edi. Mo'minxon Palko'z qo'lidagi daftar qalamni shaqqidi. Mo'minxon Palko'z qo'lidagi daftar qalamni shaqqida tashladi-da, qo'lichini kargincha udul qonshirimni nishonlab mush atdi. U meni rasli bir dumbalab o'zini tunutib qo'yish, to'kilgan obro'yini asli keltirish niyatiga kelgan edi. Uning nazarida men boy dehqonning bolasi edim. Boy dehqon degan kambag'al dehqon bilan pomshikning o'tirsida turadigan bo'lib, sinfiy unsurlarga azguchi sinfga yaqinroq turadi. Shunga mundaqlarning vaqtida noxolisini ilib turish normal sinfiy kurash, proletariyat diktaturasini joriy qildirish hisoblanadi. So'roq bo'lmaydi. So'roq bo'lgan taqdirdimi taqdirlanadiki, hargiz jazolanmaydi. Shunga u menga o'ziga ishongan holatda mush atgan edi. O'zimni chaqqonlik bilan qochirib oldim. Atgan mushi havodila po'nglab qoldi. Shu daqiqada Mo'minxon Palko'z o'zini o'ngshab bo'lguncha bir sahrabla qonshirga kalla qo'yibdi. Qonshirga qarasida tekkan qattiq bir narsaning zarbasida ko'zlardan o't chaqnab ketdi bo'lg'ay. Arqasiga 2 qadam dal dugunib aron yerlashib turib oldi. Shu topda uning qonshirdan kirgan bir og'riq mengisiga tekib, shu zaman butkul a'zosiga tarqab, putqonlarda mag'dur qolmayotganligi aniq edi. Mo'minxon Palko'zning burnidan purrida qon ketdi. Bir ozdan keyin esi kelgan Mo'minxon Palko'z burnidan iqiyotgan qonni alqonlar bilan yuzlariga surtdi-da, o'g'it tubsiga sanchiqliq turgan temir arini shaqqid ilib tivayladi. Bu inqilobiy ommaning orasiga so'qinib kirib olgan boy dehqon unsurining kuchiki, dedi u tillab silib. Aslida dadangning tarkibi xato bekitilib qolgan zodi. Mana oxir moyitingni oshkorlading. Qorningni chuvib, ana-manangni ko'zingga ko'rsatmaydigan bo'lsam. Mo'minxon Palko'zning alpasi baxtli yomon edi. Turqidan qo'lidagi arni hozirlik tiqib etadigan qiladi. Atrofdagilarning bo'libmi Zaynabxonning ko'z oldida qochib ketishim mumkin emas edi. Shu topda kallamda ya o'lim, ya ko'rim degandan boshqa o'qim yo'q edi. Turgan joyimdan midrabni qo'ymay, qosh bilan kirpik oraliqida uchraydigan zarbiga taqobil turish uchun zehnimni yig'ib mudofiaga o'tdim. Dal shu chog'da osmondan tushgandekla paydo bo'lgan Abduvoyid xon buvay Mo'minxon Palko'zning qo'lidagi temir arining dastini shaqqida tutib oldi. Hay, Mo'minxon, o'zingni tutib ol, balam. Mo'minxon Palko'z har qancha kuchapmi arini tatib ololmadi-da, buvayga zarda bilan chaychaydi. Arini qo'yib basla. Abduvoyid xonga, bu qonaltaqning qornini chuvvatmasam, o'g'il bal bo'lmay ketay. Abduvoyid xon buvay uning ko'ziga maqtak tikildi. Sen rost o'g'il bolimi, Mo'minxon? Mo'minxon Palko'z jon ochig'ida o'rgirdi. Ha, menimi anam shumak silib boqqanjima? Abduvoyid xon buvay bir silkitla arini tartib oldi. Rostla shundoq bo'lsa, qo'langa ara olmay, o'g'il baldek mushlash amsa. Ko'rgansan, Abduvoyid xonning qo'ldimi hech nima yo'qkan ayna. Mo'minxon Palko'z birdilla bo'chishib ketdi. Abduvoyid xon buvayni yolg'iz bag'iriqtil emas, qo'shni kenit, hatto yezi tavasidimi cho'ng kichik erkaklarning hammasi hurmatlaydi. O'z vaqtida mush atrofda elib berilgan o'g'loq tartishish, chelishish, ittalashtirish, qo'chqar xo'ra so'qishtirish qatorliq so'rovlarning yigit beshi hisoblanadigan bu buvay nochilqi, odilligi, kuchtingurligi bilan nomi mashhur edi. Mundaq so'rovlarda kimdiki hilinayran ishlasa, chidamaslik qilib, qasdan jidal chiqarsa, Abduvoyid xon buvay qilchilik yuz xatir qilmaydi.
Uning chiqargan hukmiga hech kim g'ing qilmaydi. U bar so'rinda yosh qurami bo'y basti tang kelgidek ikki erkak mushtlashib qolsa, qo'liga pichoq, kaltak, tosh to'qmoq degandek narsalarni olmaslar, faqatla archilmaydi. Mushtlashib borganda har ikkisini chaqirib bir dasturxonga jam qilib yaxshilashtirib qo'yadi. Adolat saqlamaslikqa da'vat qiladi. Nima bo'lishdinglar? Ish eg'ir kelib, jidal o'ynagan o'xshamamsizlar. Aytrat boshlig'i Keramxon Palakning yetib kelishi bilan oldidagi sukut buzildi. Abduvoyitxon buvaydin tap tortib so'an tutilgan, halab yegan kaladek ichiga push tinib turgan Mo'minxon Palko'z birdilla jallanib ketdi. Doklad shu deyjang. Proletariat sinfining orsiga so'qinib kirib olgan boy dehqonning kuchiki hamidak sinfiy unsur maqsudgan pomshikning qiziga bo'lishib inqilobiy omman urdi. Gapni ipchi xotinning chaqdek cho'giltib qilmay udilladanglar, Mo'minxon. Keramxon Palak Mo'minxon Palko'zning yuz ko'zidagi qon yo'qqa qarab, qistab kelgan kulgisini zo'rg'a besib oldi. Voy, nim bo'ldi sizlarga? Ağzı burnuğa şatat degandek bo'lib ketibdi-ku. Mo'minxon Palko'z o'pkadek esilib zuvan surmadi. Keramxon Palakning chaqchaq aralash parvosiz holatda qilgan gibi zitiga tekkandek qiladi. Ansirab ketgandek cho'sh yo'q, shu deyjam, dedi Sevidaxon qushqash tushundir. Mo'minxon akam azroq qo'rqoqdab qolgan chig'i bir qo'lsaq shatat yeb oldi. Yoqay, Hamidxon shatat yegizib qo'ydi. Haram qonlari chiqib ketib, obdalla tuzilib qoldi ayna. Bo'ldi, chaqchaq qilishmanglar, dedi Abduvoyitxon buvay. Atrofdagilarni jimlab. Ondan Keramxon Palakka yuzlandi. Ansirgidek cho'ng ish yo'q. Yosh bolaning ichib pishib qolgan chig'i bor. Chuji xo'razning o'yinini o'ynashdi. Elimo bir necha yil bo'lib qoldi. Biroq qatimo chilishib, mushtlashibroq cho'ng bo'lmasa, qanot quyruqi qatmaydi. Baqiriqning erkaklarga o'xshamay qoldi. Azroq bir ishni panigan Keramxon Palakning yana gap qo'lchilg'isi kelmadi. Bundaq ishganda, dedi u arzimas bir ishga yo'liqqanday qiyofatda. Ondan atrofdagilar qaradi. Qalab turmay, ishlaringlarni qilinglar amsa. Yo'q, bu undaq oddiy jidal emas, dedi Mo'minxon Palko'z o'ziga qilingan parvosiz muomaladan norozi bo'lib. Qaysinglar tilinglarni bir qilib olib, po'xni so'riq deyapmoqchi bo'lasizlar. Partiya hukumatning ishini qilman deb, novan tayoq yeb ketsam bo'lmas. Mau jidalni o'ng so'rab biroq, ondan guvoh shaxtlarni tortib etdilar. Shu deyjam. Bu degan inqilobiy om bilan sinfi dushmanlar o'tirsida yuz bergan kurash juma bilib qo'ysizlar. Keramxon Palak Mo'minxon Palko'zning alpozdan osonlikcha bo'ldi qilmaydiganligini his qilib, gap so'rashga majbur bo'ldi. Nima ish bo'ldi ukam? Buncha avzaylab ketgidek. Mo'minxon Palko'z bo'lingan ishlarni xuddi o'g'ilchilik qo'chirgandek avzaylab turib so'zladi. Suydikning gapini o'zining avval menga mush atqanligini tilga olmadi. Ishlab chiqarish atritimizda sinfiy unsurlarning xo'riki o'sib ketdi-yay. Inqilobi amni bo'zak ketdi-yay. Atrat a'zolarining sinfiy to'lab ketdi-yay. Do'st bilan dushmanni ayirmaydigan bo'lib ketdi-yay, deb dodxo'rlik qildi. O'zimni har qancha xotirjam tutishga tirishib tursam, bu Zaynabxonga shundoqla qarsam, ichim siyrilib ketadi. Zaynabxonning chiroyli bo'tliq ko'zlari yirtqushning changaliga tushib qolgandek mo'lildaydi. Chiroyi tatirib ketgan bo'lib, nozik barmoqlari ko'nglining etikini to'xtamay mijiqlaydi. Beshi xuddi gunohkorlardek tushib ketgan. Keramxon Palak tamakisini qanib sho'rg'incha Mo'minxon Palko'zning shikoyatini savrichanlik bilan angladi. Anglamaymi amal yo'q edi. Mo'minxon Palko'zning ikki gapning birida avzaylab tilga olgan sinfiy maydon masalasi ta'sir qildimi yoki bu jidalni mushiyardil tugitib o'tishni ko'ngli pukdimi? Aytavr bir oz o'ylanib olgandan keyin
manga yuzlandi. Mushundaq tayin yo'q ish uchunmi mushlashgan bormi? Amidxon ukam, senmi sal-pal aldiraqsanlik qilib qo'yibsan. Hisobotda degan undaq egizpaslik bo'ldi emasmi? Bu hisoblik egizpaslik masalasi emas, Kerimxon aka, dedim o'zimni tamkin tutishga tirishib. Mo'minxon akam gapni to'liq demadi. Sizlar tunugin ayollarning o'g'it to'plash vazifasini bir ko'pa degandilar. Lekin Mo'minxon akam Zaynabxonga vazifa to'shmabdi. 1,5 ko'pa o'g'it to'playsan deb o'rinsiz vazifa qo'ydi. Pomishkning balasi bo'lgandan keyin albatta ochiq to'playdi-da, dedi Mo'minxon Palko'z gapimni qo'pollik bilan bilib. Undaq qilmasang, inqilobi om bilan sinfi dushmanning nima farqi bo'ldi? Mush ish uchun mushlashdinglarmi? dedi Kerimxon Palak. Mo'minxon Palko'zning gapini yana tutqiga ko'tarishga parvo qilmay. Yolg'iz bo'lamiz, dedi Mo'minxon Palko'z chili bo'lib. Amitek suydikimni ichirman deb menga haqorat qildi. Suydikning gapini siz bosh chiqardingizmi yoki Amitxonmi? O'g'il baldek bir gap qiling mundaq, dedi Sevidxon Qushqash o'ttirga tushib. Qalab tursam, Zaynabxonga kamlab qolgan yerim kupa o'g'atning o'rniga bir shish suydik o'tkizsangiz bo'ladi, dedingiz. Buni oz deb hozir siyib bering, dedingiz. Bir qiz bolaga qalab turib shundoq gap qilsangiz bo'lamdi, ha? Pomishkning qizimi o'xshashli odamga oxiri. Bundaq gapga kimning achchig'i kelmaydi? Amitxon chaqqan chiqdi. Chigiri bor ekan. Bo'lmasa, uning o'rnida men og'zi burningizni shot degandek qilib o'tdim. Mo'minxon Palko'zning savol tutildi. Voy, o'g'il bola erkakdek ish qilibsan, Amitxon bola, dedi Abduva aytgan boy hayajonlangan holda. Bag'iriqli erkaklarning yuzini yo'riq qipsan. Ta bu kamgacha bizning bag'iriqda mazlum xalqni yuzdan yuziga haqoratlaydigan erkak zoti chiqib boqmagan. Kishilarning ayblash nazar bilan qarashlarga bardoshlik berilmagan Mo'minxon Palko'z burnini shartda tatdi. Bu degan o'g'il baldarchilikning ishi emas, sinfiy masala. Yo'qlang ish deb bo'psan ukam, dedi Kerimxon Palak Mo'minxon Palko'zga ayblash nazar bilan qarab. Kim seni a'zolarga o'z bilishimchilik bilan emgak normasini belgilsin debdi. Vazifa degan hammalarga o'xshash. Yo'q, dedi Mo'minxon Palko'z tan bermay. Sinfiy dushmanlarga o'xshash emas. Mo'minxon Palko'zning o'z gapida ching turib olishi Kerimxon Palakning ziddiga tekkandek qiladi. Bir ishni aniq bilib oldim, dedi qapag'in turib. Zaynabxon Pomishkning qizi bo'lgani bilan sinfiy dushman emas. Shundoq bo'lgan taqdirdami, sening o'z oldinga emgak vazifasini belgilash huquqing yo'q. Sizlarning sinfiy maydonlarda masala bor ekan, shu deyjam, dedi Mo'minxon Palko'z Kerimxon Palakka adovat bilan qarab. Bizning atrofdagi inqilobiy omning sinfiy kurash eni tuvalab ketibdi. Bu ahvolni Gongshi rahbarlariga doklad qilaman. Qarab turinglar, mush qilganlaringlarga pushaymon qilsizlar. Mo'minxon Palko'z ko'pit tikitib kishilar to'pidan chiqib ketdi. Gap tugidi, ishinglarni qilinglar, dedi Kerimxon Palak atrofdagilarga qarab. O'g'otlarimizni o'lchab o'tkazib olsa, uyimizga kelsak bo'ladi, dedi atrofdagilar. Kerimxon Palak turib qoldi. Chunki u hajlab xat o'qiganligini bilan hisob chiqara olmaydi. Astag'firullah, maishning ta'tir kelganini. O'g'otni kim o'lchab o'tkazib ola amdi? Tang qisliqib qolgan Kerimxon Palak g'udurg'inicha bir necha daqiqa o'ylab qoldi. Ko'zi menga tushishi bilan kallasiga bir aql kelgandek bo'lib, ko'zlari chaqnab ketdi. Amitxon, senmi maktabda o'qigan-ku, ukam. A'zolar to'plagan o'g'atlarni o'lchab ko'p hisoblashni bilamsan? Albatta bilaman, dedim mag'rurlik bilan. Habballi, dedi Kerimxon Palak rozimalik bilan. Amsi chaqqan bo'l ukam. O'g'atlarni o'lchab, hisoblab, ismi bilan xotirlab ol. Kim ortiq yozib qo'ymag'in, ha? Xotirjam bo'ling, Kerimxon aka. Mo'minxon Palko'z tashlab etgan daftar bilan metrni qo'limga olg'ach, Zaynabxon turgan tarafga qaradim.
Şu hemen vücudumdaki hayacan şippidi besilip kaldı. Zeynepxan yok idi. Etrafqa boyundap qaradım. Onu nereden bolsunmu körüp alğım bar idi. Amma allaqachon ketip qalğan idi. Hamitxan, aňa yıqıp durmay, oğatlarımızın ölçüp alıqam. Keş bolup ketay dedi. Därrüw esimni yığdım. Oğat döwlerini ölçep, hisaplap, hatır qaldırışqa kirişdim. Amma oy xiyallarim Zeynepxanny qoqlap ketgan idi. Birinci bab. Mayaqtın sazlığının sübisini yaxşı görme. Tağdaki quyoshning qizg'ish nuri sazlığına xuddi hasan yusan tusiga kirgizdi. Mundaq vaqtda to'pdagi boshqa aqular tehi uyqusidan uyg'onmagan bo'ladi. Sazlıq Malika bilan menga o'ng'ichi qoladi. Julanib turgan suv betida Malika bilan qong'uchi suyishimiz. Quchoqlashimiz. Qanotlarimizga, bo'yinlarimizga chirmishdi. Çömülümüz, qoğuluşumuz, şoqlayımız. Aqular dünyasida padişahlık tüzüm bulmaydı. Her bir aqu topuning top beşi buladı. Biz top beşliqni huquq emas, mas'uliyat deb bilamiz. Quramiga yetgan her bir erkek aqu o'zini shahzoda, rassida bo'lgan her bir kishi aqu o'zini malik hisoblaydi. Taki qiyriqcha Şahzade Melike bulup yaşlıq güçni urg'utib yaşaydı. Melikam men üçün hayat deb hesaplansa, men Melikam üçün can bilan baravar. O'ttirimizda mehr muhabbat, vafo, sadoqatdan boshqa hech nima yo'q. Shunchalik amroqmizki, bu amroqlikni til bilan ifodalash mumkin emas. Her qandaq mavjudot insoniyatdan tortib jondorlargacha muhabbatlashib, cho'plashib, avlod qoldirib yashaydi-yu, ammo bir-biriga kundoshlik azobini yetkazishadi. Faqat biz aqulalar bu azobdan mustasno. Juftimizga sodiq bo'lamiz, vafo qilamiz. Umrvoyat juft bo'lib yashaymiz. Juft yengushlash yoki juft ko'paytirish aqularning turmushida mavjud emas. Avu odam sozliqda paydo bo'lgandan beri saharda sozliqning bo'yiga kelib olib, Malikam bilan ikkimizning ko'ngil xo'sh qilishimizga ta'sir yetkazdi. 12. bab. Bu qo'rtekni bo'shcha qilimiz bo'lg'idek maqma. Kimni deylarmiz xan? Avu Hamitxonni deyman. Ras, mushtimdek turg'uni bilan qizil mushtdek achchig'i bor odam bo'pti. Uni achchiq bor demaymiz, erkakchilik bor deymiz. Dedi Zevidaxon qushqash gapga qo'shiq silib. O'g'al-voldek ish qildi. İçilir köygen o'xshamamdi. Köymamdiki. Qiz vaqtim bo'lgan bo'lsa, har amalni qilib tegib olatdim. Har nim bo'lsa, Zeynepxonning ta'libi bor ekan. Ajab balak gap qildi-ya, Zevidaxon. Shuni bilmadingmi? Hamitxon Zeynepxonni deb Mo'minxon polkozning komshirini yordi. Ha, mundaq ishkanda. Bilib qolsalar, yaxshi ko'rgan qiz uchun jinin tikalganni erkak deymiz. Maqma. Mo'minxonga shaytini Hamitxonni kichik ko'rsatib qo'ygan chig'i. Voy, u polkozga shaytini yolg'iz Hamitxonni emas, atrofga hammamizning kichik ko'rsatib qo'ygan zoti. Hurmat eshib kelsa, mushukmi o'zini yo'lbos chaqlarmish.